o'zi 2008-yil DTP kasalligi bilan tug'ilgan. Men shu maktab yoshigacha davolatganman. Yakka tartibda o'qigan. Buning oqibatida Xiva xonligi mashaqqatli mehnati evaziga o'zlashtirildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi viloyat rahbari kelib, qizingizni maktabga qo'yasizmi deb so'radi. Men rozi bo'ldim. Menga yoqdi bu, chunki qizim uyda o'tiradi. Bir oyda ham bir ko'chaga chiqmasdi. Bir kishi ovora bo'lib qarardik unga. Onam qarardi, men ishlardim ko'proq. Shunga keyin rozi bo'ldim. Ham bolalarga qo'shilib, dugona qiladi, sinfdoshlari bo'ladi, birga dars tayyorlaydi. Men o'tilmagan darsliklari qo'shildi. Kerakli darsliklar qo'shildi. Ancha yaxshi. Shunga 2 oydan beri 66-maktabga boryapti. Borgandan beri qizim ancha o'zini erkin qo'yib qoldi. Ko'p odam bo'lib qolsa asabiylashib qolar edi, ham qo'rqib qolar edi. Shular ancha yo'qoldi. Ancha o'zgarish yaxshi. Kayfiyatim yaxshi endi oldingidan nisbatan. 2 oydan beri uyimda omcham maktabga kelyapman. Usullar juda yaxshi, darslar ham zo'r, juda ham yaxshi so'raydi. Ko'proq qiziqayotgan tonim tarix, adabiyot, maktabga yaqin uyimizga kelishga qiynalmayman. Onamni yaxshi o'qigin deydi. Kelajakda jurnalist bo'lmoqchiman. Bu uchun yaxshi o'qishim kerak. Men ona sifatida ayta olamanki, nogiron bo'lsa ham, qanday bo'lishidan qat'iy nazar maktabga ta'lim olgani yaxshiroq. Bolaga qo'shilsa, o'zlariga kerakli energiyani oladi bolalardan. Men shu narsa tarafdoriman. Uyda qolsa yolg'iz bo'lib, iqtidorini ham chiqara olmaydi, birovga gapira olmaydi ham. Ko'proq odam bo'lsa, o'zida bor narsani chiqarib bera olmay qoladi. Mana ancha yaxshi endi gapiryapti. Kim kelib savol-javob qilsa, yaxshi javob berib, qo'shilishib ketdi odamlar bilan. Menga milliy agentlik taklif berganda kunduzgi parvarishlash xizmatini ochishga prezidentimiz ham shunaqa qaror chiqardi. Xursand bo'ldim. Menga ham ancha imkoniyatlar yaratilyapti. Kunduzgi parvarishlashga moslashtirib divanlar, shkaflar, o'yinchoqlar ham olib kelingan. 4 ta bola topdim hozir. Yaqinda ochish arafasidaman. Undan tashqari uyda tikuvchilik ham qilaman.